Bize yaqinda Cambridge sertifikatlarini olib kiryapmiz, xabaringiz bo'lsa kerak. 7-sinf o'quvchisiman, 10 yoshman. Davlat maktabida o'qiganman. Bu maktabga kelganimdan keyin bir martalab stipendiya yutib olganman. Zo'r. Qarang, siz Kolba maktabiga qanaqa kelib qoldingiz? O'zingizni maqsadlaringiz yetaklab keldimi? Siz qanaqadir shifokor bo'lmoqchimisiz, olima bo'lmoqchimisiz? Men katta bo'lganimda, xudo xolasa, geniy bolalar bo'ladi-ku, butun olam taniydigan bolalarni shunaqa ilm bermoqchiman. Meni o'quvchilarim bo'lib turib, ular oltinlar olib kelishni shunaqa o'qituvchi bo'lmoqchiman, olimpiada Juda yaxshi. Demak, siz o'qituvchi bo'lmoqchisiz. Ingliz tilini qanaqa bilasiz? Ingliz tilidan yaqinda IELTS topshirmoqchiman. Matematikadan esa oktyabr oyida milliy sertifikat topshirmoqchiman. Juda zo'r. Yaqinda IELTS topshirmoqchisiz ingliz tilidan va taxminan necha chiqadi bu o'ylaysiz? Taxminan 6 chiqadi. 6 chiqadi. Biz yaqinda Cambridge sertifikatlarini olib kiryapmiz, xabaringiz bo'lsa kerak. Aytishdi bu vaqtda FC topshirasizlar kamida yoki undan yuqori darajani topshirasizlar va butun umrlik u. Kitob o'qishga qiziqasizmi? O'qib turasizmi? Men qiziqaman. O'tgan oy 1600 bet o'qiganman. Ikkita kitob o'qidim. Qanday buyuk bo'lishgan bilan o'sha ustoz bo'yicha elita munosabat o'qiganman. Kitob sizga qanaqa narsalar beradi? Nima deb o'ylaysiz? Sabr qilish, imkoniyatingiz bo'lmasa ham harakat qilish o'qidim. O'zimga o'zim va'da berdim, yaxshi o'qiyman deb. Haqiqatan buyuk, katta, butun dunyoga taniladigan ustozlar chiqadi. Xalqaro darajadagi ustozlar bo'lishingizni Alloh taolo nasib qilsin. Alloh taolo muvaffaqiyat bersin. Ota-onangizga minnatdorchilik bildirib qo'ying. Rahmat.